Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdığa Cüruzi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2024 yıl 2. ayının 10. günü vatandaş. Haftaki şembe. Güzelliğime yer haftada. Haftaki şembe vatandaş. Ben bugün sizlerge attıgende sözleşke. İki parça leksiya tayyorlagan edim. Sözüme attıgenden bir oltadım. Sebebi nime desiniz vatandaşım? Bu tününkü leksiyanın devamı. Bu kayni kelivatkandakin sizge anlatışım gerek. Tuyuksuzda bularını zeriktirip koymay dedim de şununla toxtap kaldım ben iki parça. Bunu çokum sözleşim gerek. Ya 5 gündeki ya 4 gündeki sözümü sen bulmaydı. Bunun da bir yeni gep var. O yeni gep nime bu leksiyada desiniz? Leksiyanın yeni gep bir cümle yeni gep. Biri aldı da biri kaynide. Dongjun. Cungu'nun Devlet Müdafaa Ministeri Dongjun ve Xi Jinping ayrım aldı nemini ve kandak signalını aşkarladı. Mavzumanda koyuluptu. Çıraylık mavzum hava vatandaş. Mavzulu haber 2. ayının 9. günü Erkin Asya Radyosu Xitay Til programımız ilan kılındı. Bu Rusya Cungu münasebetiyle alakadar. Biz çünkü sözüge leksiyemiz nemi dedik desiniz vatandaş isinizdi bu. Hazır Uygur'un münasebetlik Moskova münasebetlik Uygur meselesi de Moskova. Hazırgıça bir tınıp bakmadı, bir ağız gep kılıp bakma değil. 2021 yıl 6. ayının 16. günü can ve sohbeti Prezident Joe Biden, Prezident Vladimir Putin. Ve ondan bırın 6. ayının 14. günlük CBS Amerika Dağlık Televizyası'nın muhbiri Simon Efendi. Bugün bu televizya üzün vadisi yeni oldu. Erkin Asya Radyosu Uygur Til Bilim programımızdan bir haberde mesela muhbir Gülçehre Hanım'ın bir parça haberi de azı bu CBS televizyası Ürümçi'ye berip müstemlik Uyguristan'a berip Xitaylarını hoş kılıdığan Uygurlarını rencitediğen bir parça makaliyek haber işlep kepti o vatandaşım. Onu tayyarlap koygandım. Ben bunun bu tankit ve radya vermekteydim. Dikemmiş münasebetlen bugün Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet Meclisi Kengeş Palata Senatörü Devlet Meclisi'nin nüfuzluk erbabı Marco Rubio'ga Çin kalbimden rahmet eytemen. Bu senatör Marco Rubio bu CBS televizyasını onun lideri ve riyasetçisi Makmahon hanımını katıq tanqıtlap bizge düşündürüp koy. Nime için bunda kılısan depti o vatandaşım. Lekin ben bu meselelerde bek sezgürleşip gittim. Şundaqtı misal könglimge gom düştü. Ansirap kaldım vatandaş. Hazır Uygur toğrusu da Uygur münasebetlik buluvatkan bazı işlerini oylasınız. Sel ansiraşka doğru geldi. Bırak bu ansiraşını Aksaray Devlet Bexatarlığı Məsləhətçisi Cahik Salivin'den bir cümle sözü. Ötken sizler yetkizdim ko mesela. Xitay tallaşqa duş geldi, Amerika hem tallaşqa duş geldi diyen leksiyada bir cümle söz. Amerika ya ki Aksaray növbetlik Prezident Joe Biden hükümeti kişilik hukuk için kökrek girip oturuğa çıkıdı. Sizler sözlüdük ko. Hani şu sözüyle yani könglimni besip tudu vatandaş bırak. Bu işler gayri işler dene. Bu Amerika matbuat, dağlık matbuat dene. Dağlık matbuat CBS qarab durup, Ürümçi'ye berip, Ürümçi'de Xitay'ını hoş kılıdığan haber işlep kelip, Washington'da Amerika tarqatdı dese, bu siz biz için intihai nazik mesele vatandaş. Endi bunu koyup duraylı. Bugün sizlerini saklap durup, bir gün kaç kişi kompüterga qarab gözümle ammay oltasam, bundaq bir iki haber kel. İki haber de mi? İki cümle haber. Haber köp, lekin cümlesi iki cümle. Bire, Amerika Koşmuş Ştatlar'da elçi bolup tuğan sabık elçi, Cungu'nun elçisi Su Tiankai yakında sözlepti ki, Cungulukni qırğan qılmaydı. Tayvanga Cungu hücum qılmaydı. Hücum qılıdı degen bu bir qıltaq, başqalar qurğan qıltaq. Başqalar qurğan qıltaqı dəstəb biz Tayvanga hücum qılmaymiz.
Cüngoluklar birbirini kırgın kılmaydı. Demek cüngoluklar bunun manisi Tibet cüngoluk emas kırgın kısı buludu. Uyg'uriston cüngoluk emas kırgın kısı buludu. Lekin Xanzuni Xitayni kırgın kılsa bulmaydı. Bu bir sapsata vatandaş. Bu Tayvan'ga bir adam sana kultak kurvatqını yok hazırgıça. Sen bu 70 yıldan beri tekrarlavatkan gap. Mesela Tayvan'ga kural işiltişti, yanmayımız. Kural işiltiş meydanımız, çantırımızda biz andap kilovatsa bu gap ne? Demek kural işiltimen degenen men Xanzu çoğun kurulukta. Sen Xanzu Tayvan'da men seni kırgın kılıman degenen o. Bunun başka devletler bilen ne alakası var? Süytiyankay efendi. Faqatla alakası Süytiyankay'ın mutahhamligi. Süytiyankay'ın yolsuzluğu. Süytiyankay'ın sahtipazligi. Süytiyankay'ın yalğançılığından başka Tayvan boğazıga münasebetlik muş haberde hiç kandak mesele yok. Ya bir yer Tayvan boğazıda uruş söylep girişten Cungonu bir tayyarlık kılıvatkanım yok. Fakat Cungu tehdidigi takabul turuş, Cungu popozisiga Cungu tehdidigi tehdit bilen cevap berişten başka Tayvan boğazı hiç kanday iş yok. Süytiyankay efendi bayramını çağanlıyı hatırcam ötküzüp balı çakınız bile oltasınız bulup arlaşmang dünyanın işleri Süytiyankay efendi. Siyasi septen çıkıp oldunuz siz hazır prensiyege çıkan adam yalnız balınızı bakın Süytiyankay efendi. Halas. Endi yana bir haber dedim ki başta ikinci cümle. Bu cümle nima desiniz? Mesela birinci ayın 8. gün tushdan keyin Jungo'nun reisi Xi Jinping Moskva ya Kreml sarayıga telefon berip Prezident Vladimir Putin bilan telefon suhbat o'tkazdi. Bu yerda diqqat qiling Moskva yoki Sovetlar yoki Rossiya Federatsiyasi bilan Jungo munosabati. Bu başka bir cümle şekli cuma vatandaşa. İkincisi, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Rusya bilen bo'lgan munosabati. Bu başka bir cümle şekli cuma vatandaş. Beşiğe qaysi devletinin ismi koyulsa, bu münasebet şu devletke münasebetlik, şu devletinin hizmet taşkı siyaset dairesindeki iş buludu. Mesela Rusya Jungo münasebetiga bu Rusya'nın işi. Jungo-Rusya münasebeti bu Jungo'nun işi vatandaş. Derdi, yakın nazıklık derdi sana şeyde. Nime depti? Tushdan keyin ko'rishganda mesela telefon suhbati o'tkazganda nima depti? Reis Xi Jinping nima depti? Prezident Vladimir nima depti? Tunigan bir qismini yetkazdik. Bugun eshitib bilib, bugun yetib kelgan bir qismi nima? Bir jumla. Orliqda Prezident Vladimir Putin bilan Reis Xi Jinping ko'rishganda Reis Xi Jinping tekrarlaydigan bir jumla. 100 yillik o'zgarish. Beyniyen Dabyango 100 yıllık özgürlük. Bu qatim Reis Xi Jinping Moskvaga telefon berip Prezident Vladimir Putin bilan telefon suhbati o'tkazganda 100 yıllık özgürlük yoki bir asrlik özgürlük degan so'zni eg'izdan chiqarmabdi. Bunun sebebi nima? Haber yazıcı bir narsa demedim. Ben hem hazır bir nima diyemeyim bunun vatandaşım. Bu bir hadise, siyaset hadisi. Siyaset sahasında yoki chandırıp qo'yganlik, yoki maqsad yo'shirish, yoki bir yerde bir gap bor desangiz bo'ladi vatandaşlar. Mesela shundaqmi? Shundaq bo'ldi degan gap hozir gapcha bu mesele mesela Rusya Jungo munosabati arqa-arqadan o'ttirib chiqyapti. İkincisi, andan bugün meselelerine tayyorlagan bu leksiyada bir cümle söz var. Rusya'ga münasebetlik Uyg'uristonga münasebetlik Rusya. Hozirgacha bir og'iz gap qilmadi dedim ben tuniganki leksiyamda vatandaşım. Bu qatam nim debdi masalan Jungo'nun Devlet Müdafaa Ministeri Dong Jun ekran suhbati o'tkazib Rusya Federatsiyasi Devlet Müdafaa Ministeri Sergey Shoygu bilan ko'rishganda bir Shoygu o'tirg'i chiqargan gap bu Dongjun yoki Jungo'ning diplomatiyasi emas, avval Sergey Shoygu o'tirg'i chiqargan gap biz Jungo bilan o'tirida
imzalanğan barlıq şərtnamələrni icra qilishga qat'iy iroda bog'lidir. O'ylab bakın vatandaş, barlıq şərtnamə bunun yıl sanını qoymabdı. Agar bu 50-ci ve ötken 45-ci yıllardan hesaplap kelgan vaqtida bu şərtnamələr, məsələn mən tüngen tilga elib ötken şərtnamələrmi qat'iy icra qilish jarayoni kiremdi yo'q. Yıl sanı yo'q mu vatandaş? Agar bu tüngenki Jangzemin davridan yoki keyingi Xo'jintau davrigacha yoki hozirgacha imzolangan maxfiy şərtnamələr bo'lsa, Rusya junga o'tirsa da bunu siz bilmaysiz, biz bilmaymiz. Ama Sergey Shoigu debdiki, biz junga bilan tuzishgan şərtnamələr, barlıq şərtnamələrni icra qilishga iroda bog'ladik. Buni ham Xinhua Jungo'ni takrorlabdi. Ham Jungo Davlat Mudofaa Ministerligining tor betida qayta takrorlabdi. Demek, Jungo Rusya o'rtasida tuzilgan shartnomani Rusya taraf ifoda bildirib, biz bu shartnomalarni, kelishimlarni ijro qilishdan belbog'ildi. Agar buning ichida men tüngen tilga olib o'tgan Rus-Xitoy shartnomasi 45-yil, 50-yil, 20-ci asrning umumiy shu ijro qilish doirasi bo'ladigan bo'lsa, men o'ylayman ki hozir xalqaro vaziyatda bu mumkin emas vatandaş. Biz oshkorlab bo'ldik bu shuni. Bu shartnomalarni 10 yildan beri so'zlab oshkorlab bo'ldik vatandaş. Men tüngen dedim, hozir ingliz tilli ijtimoiy matbuotlar chiqib bo'pti 1 yil burun, 2 yil burun Rossiya Stalin mavzudan hozirgi Uyg'uriston degan davlatni xalqni mushunda sotgan o'qigan degan mazmunda men chalib puchoq bildim. O'zimning uyg'urvaga inglizcem bu chalib puchoq. Matbuotlar chiqib bo'pti, dunyoga chiqib bo'ldi degan gap hozir bu. Faqatla dunyo e'tirof qilib echivesli bo'ldi deydi uni. Deyilani echivesli bo'ldi. Men tüngen tilga aldım Dimitrov bilan Molotov shartnomasi, Rosgerman shartnomasi, sobiq Sovetlar Umi Pashes, Germaniya Umi Pashes, ikki Pashes davlat o'rtasida imzolangan shartnoma. 1939-yil. Polsha, Bessarabiya, Germaniyaga taalluq. Baltık bo'yidagi 3 davlat, Estoniya, Azaniya, Latviya, Rossiyaga taalluq tamg'a. Pashes, Germaniya ve Pashes sobiq Sovetlar o'rtasida tuzilgan shartnoma 89-yil. 1989-yil 5-oyda bekor qilindi. Stalinning shaxsiy ishi dedi. Tushundingizmi? 89-yil 5-oyda bekor qilindi. 91-yil 2 yildan keyin 91-yilga kelganda Baltık bo'yidagi 3 davlat bu shartnomani ko'tarib chiqib, 700 kilometrga o'chirib turib namoyish qilib, 3 davlat kesishib Moskvaga namoyish turib mustaqilligini oldi. 1918-yil Rossiyalik oktyabr inqilobidan keyin jakarlagan 3 davlat mustaqilligi Latviya, Azaniya, Estoniya 3 davlat şu vaqtda mustaqillik jakarlığı. Şu mustaqilligini asliga keltirdi vatandaş. Tushundingizmi? Bir tajovuzchi davlat uchun aytganda e'tirof qilingan davlatmi o'xshash? E'tirof qilinmagan davlatmi o'xshash? Tushundingizmi vatandaş? Masalan, e'tirof qilingan Ukrainaga bugun Rossiya tajovuz qilib kirdi. Resmiyet ötemigen, biçaret, aleti kalkan, e'tirof qilinmagan. Lekin shundoq bo'lsin, mustaqillik jakarlab, bütün dünyaya o'zini ko'rsatgan. Şu vaqtki Uyg'uriston davlat va davlat arboblari o'xshashlar Xitoyning tajovuzchiligi uchun dunyo shu. Qayerda zo'ravonlik, qayerda zo'migarlik bo'ladigan bu yerda adolat, axloq, qonun, inson hargiz mümkün emas. Zo'ravonlikning oldida insonparvarlik bo'ladigan ish yo'q ekanlar. Bugun endi Sergey Shoigu shundoq debdi, biz Rossiya Xitoy o'rtasida imzolangan barliq shartnomalarni ijro qilish tayyorlandik. Undaqda sen shu shartnoma, Moskva shartnomasi bularni ijro qilish o'tgan bo'lsang, sen xalqaro tartibga, xalqaro nizomnomalarga, yana boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarga, masalan, bunda Amerika Qo'shma Shtatlarining maydonini bilmaymiz. Biroq hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Uyg'urni kishilik huquq bo'yicha qo'llayotganligi butun dunyoga ayon.
Prezident Vladimir Putin bilan 6-ayning 16-kuni 2021-yili Janvada Prezident Joe Biden mushu masalani so'zlashdi. Men dedim hozir CBS muxbiri Simon Efendi bir kun burun Kreml sarayida Prezident Vladimir Putinni intervyu ziyorat qilib, Uyg'ur degan millat borkan bilamsa dedi. Buningdan oshkor bo'lmaydi vatandosh. Hech degan buningdan oshkor bo'lmaydi. Hozir bugun kelib, endi mushuni Rossiya shundaq desin, yana birisi shundaq desin, biroq hozir Amerikada yuz berayotgan ba'zi ishlar Uyg'urga munosabatlik meningda sal gumon yoki andikish paydo qildi. Boshda aytgandek, men ko'krak kirib o'tirg'iz chiqimiz kishilik huquq uchun degan davlat bexatarlik maslahat Jack Sullivanning so'ziga ishonib, ya'ni o'zimga tasalli berdim deb aytdim-ku vatandosh. Shundaqmi ya? Lekin bu siyosat intayin xatarlik narsa vatandoshim. Intayin xatarlik narsa vatandoshim. Qarang, buningdan 1 yil burun o'tgan yil 2-ayning 2-kuni Xitoyning josuslik avashari Amerika tabialik uchib kirdi. Bugun u to'g'rida mush bir hafta ichida bir og'iz gap yo'q. Bugun nima gap bo'lyapti? Masalan, Rossiya Jungo Amerika munosabati yaxshilandi. O'tgan yil San Fransisko suhbatidan keyin yaxshilandi. Mana shu kayfiyat hozir. 1 yildan burungi kayfiyat bilan 1 yildan keyin kayfiyat qarab baksangiz, siyosiy atmosferaning o'zgarishi degan 1 daqiqa ichida yuz beradigan ish vatandosh. Anladingizmi? Masalan, men turgan sizga aytdim, Rais Xi Jinping Cumhur Xalq Cumhuriyeti Davlat Mahkemesi sizlar elib chiqadigan vaqtinglar keldi. Shibeypo suhbat xotirasini dunyoga e'lon qiladigan vaqtinglar keldi. Sizlar buni e'lon qilmay turib Uyg'uriston masalasini hal qila olmaysizlar. Dedim vatandoshim. Masalan, 1949-yil 1-ayning 30-kuni Shibeypo Rossiyalik diplomat tashqi ishlar ministri Kimite, ben birden unuttum, gördünüz mü? Tashqi ishlar ministri Rossiyaning Molotov emas. Tününgün sözlüğünü unuttum. Jungo Kompartiyasining sekretari Mavzudong. Mekiyan. Mavzudong Shibeypo'da suhbatlashdi, maxfiy suhbat. O'zinglarning kitobi turibdi mana, Jungo Kompartiyasi mana kitob, bu kitob turibdi mana. O'zinglar xira qilgan tarix deb yozgan, o'zinglar xira qilgan masalalar. Mekiyan Mavzudong suhbati. Şu suhbatda nima deyildi? Amerikalik John Garber Apand yozgan maktab. İttifaqdoshlar va raqiblar deganda nima deyildi? Mavzudong 5-ayda 1949-yili 5-ayda Jungoning raisi Li Shaochini Moskvaga vetdi. Arkadanlar Mavzudongning xotini Mavzudong o'zi Jiang Qingni Moskvaga vetdi. Bu kishilar hep Moskvada Stalin bilan ko'rishdi. Boshqa suhbat xotirasi va gap so'zlarning hammasi qo'yib turing. Stalinning shu vaqt degani sen berib hozir Mavzudongga ayt, Mavchaydongga ayt. Mavchaydong tez orada mustaqillik jakarlashi kerak. Kechiksa bo'lmaydi. Agar kechikadigan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari G'arbiy shimoldagi Mabufang Gomindangning generali Mabufangni Xinjiangga avatib, mustamlik Uyg'uristonga avatib, bir kechada bir islom davlati qurdi. Amerika tayyorlik qilyapti. Sen darhol mustaqillik jakarlaysan Mavchaydong. Stalin Mavchaydongga shunday degan. Vatandosh, shuningdek keyin asli 1950-yili 1-ayning 1-kuni davlat qurish, mustaqillik jakarlashni planga olgan Mavchaydong 1949-yili 10-ayning 1-kuni mustaqillik jakarladi, Cumhur Xalq Cumhuriyetini qurdi. Bu Uyg'urlar 1944-yili 11-ayning 12-kuni qurgan davlat 5 yil keyin. Uyg'ur sendan burun 5 yil burun davlat qurdi. Sen 5 yildan keyin davlat qurding. Yüzsiz xalqaro jamiyat seni e'tirof qildi, Uyg'urning davlatini setib etdi.
San qo'shishpadi kommunist deb. Men turgan dedim, Amerika ishonmadi jon deyishiga. Gomindan partiyasi Xitoyning alaqanday qilsan qilib tashlab etdi. Stalin ega oldu. Stalin ega olib, Mao Zedongni yo'lab turg'izib, Jungodan mustaqillik jakarildi. Shundan keyin Xinjiang Uyg'uriston bu vatan, bu davlatni Stalin Mao'dan qo'shibdi vatan. Mana bu şey. Tarix mana şu bu eçilmesi Uyg'uriston meselesi qanday hal oldu? Üstüne sözüldükse eçip bunu dünya söyleysen endim ne? Lekin 2024-yili intayin dehşetlik yıl. Hazır Uyg'urning meselesi açı yolda. Belki çavak çelindi, yoki tamg'i besildi, yoki bekitilib bo'ldi. Xudo saqlasin. Uyg'urning ichidan bir odamni tanlamay turib, yoki Uyg'ur xalqiga vakillik qila oladigan bir odamni tanlamay turib, bundaq aldirab bir taraf qilib o'tmaydiganda. Biroq bugun Rossiyaning Davlat Mudofaa ministri Sergey Shoiguning biz Rossiya Xitoy o'rtasida tuzilgan har qanday shartnomalarni hozir ijro qilishga bel bog'ildik degan so'zi Uyg'ur degan so'z eg'izdan chiqmagan bo'lsa-mu yoki shu koni shartnomalar 20-asrning 40-50-yillarda imzolagan shartnomalar eg'izdan chiqamagan bo'lsa-mu yoki mushuning ichida sen bel bog'lab ijro qildigan mush tartib ichida bor yo'qligini biz bilmagan bo'lsak-mu, shartnoma va kelishim Sergey Shoiguning og'zidan chiqqan ekan davlat mudofaa ministri hozirgi Rossiya Federatsiyasidan. Demak bu yerda jinvo degan gap vatandosh. Bu yerda bir gap bor degan gap. Men turgan dedim-ku, Rossiya hozir Uyg'uristonni ushlab tutayotgan, ching tutib turayotgan Rossiya vatandosh. Xitoy hech nima emas. Mana bilib olasizmi? Agar bu masala o'tirg'i chiqib, bu masala to'g'risi Rossiya gap qildigan bo'lsa, Xitoy hech nima emas. Hech nima yemaydi Xitoy. Tushunamsizmi shunga? Chunki bu narsani Sovet Stalin masinin deb qo'lga berdi-ku. Nima deyiladi Xitoy? Men san palani vaqti bergandim, qaytarsan ham dedi, nima deyiladi Xitoy? Shunaqmi ya? Hozir biz xalqaro jamiyatga yig'lab keldik. Amerika Qo'shma Shtatlari yig'lab keldik. Bu shartnomalar bo'yicha biz tarixda jakarlagan mustaqilligimizni esga keltiramiz. Bu yerda 3 tartib bor. Davlat apparati, davlat qurilmasi, davlat tashkiloti, davlat rahbari Ahmadcha va ularning hayoti. İkinci, üçüncü, Uyg'urning qo'lidagi 100 ming kishilik askari qism, 80 ming kishilik muntizam piyoda askarlar qismi, 20 ming kishilik otliq muntizam qism. Mana bu masalalarni sen o'tirib qo'ymaydi ekansan. Bu armiyani Mao Zedong bilan Stalin 5-korpusga aylantirib yo'qitib o'tdi. Korlar, ko'kdala. Köktala qaysıydı? G'uljidniki mi? Qaysi? Köktala yana bir dala, ikki dala. Mush Bozyar özleştirish meydan ne? Uyg'urning mush askarlari ochdi. Mush askarlar Bozyar özleştirdi. Yozning issiq kunlarida pashig'i yem bo'ldi. Pishqiram oftobda issiq o'tdi. Bir-birlab o'lib tugadi vatandosh. 5-korpus namida Mao Zedong bilan Stalin Uyg'urning askariy qismlarini mushunda tugatdi. O'zining vatani demasan tarix taklamakan cho'lligida. Tarix. Bugun nimishqi bu kayni-kayni ushbaqa yana birisi keldi bugun taxiyana. Rossiya Jungo munosabatiga bog'liq yana bir xabar keldi. Buni ertaga ko'ramiz. Buni men bugun sizlarga so'zlamay zeriktirib qo'yman deb saqlab qo'ydim. Bugün Malik Siyani sözledim, bunu anlamlar vatandaşım. Yani 3-4 günden keyin ben bunu yani qayta tahlil qilaman. Bu ciddi mesele bu. Uyg'ur degan ismning endi Rossiya bu. Rossiya Vladimir Putin bir nima deydigan yerga keldi. Hozir arxivni oshkorlaydigan yerga keldi. Sen acaba Baltiq duyiga munosabatlik, Polsha Bessarabiyaga munosabatlik, Rossiya German shartnomasini oshkor qiladi ekansan, Uyg'uristonga munosabatlik, Rus-Xitoy shartnomasini oshkor qilaman ekansan. Nima tutug'i bor-ki Rossiya Federatsiyasining?
Prezident Vladimir Putin'den neme tutuğu varken halkın aldıda. Sen onu inkar kıldın, yok kıldın, Stalin'in şahsi işi dedin. Bugün nemiş Uygur'un münasebetlik imzalanған şartnamalarının şahsi işi diyelmedin. Gorbachev, dünyada şundaq büyük adam bolğan Gorbachev 5-nji aydan baş kısmını avvalkı bir haftasında Dmitri Molotov şartnaması, Rosgerman şartnaması bekar kılındı vatandaşım. Deng Xiaoping hakimiyet başında. Cumhur Kompartiyası Allahzada palakzada bolup ketdi. Derhal Gorbachevni 5-nji ayının 15-nji günde Beijing'ni ziyaret kılış taklif kıldı ya. 1989 yılı 5-nji ayının 15-nji günü. Gorbachev Beijing geldi. Deng Xiaoping Gorbachev'den aldığı kilip, sapa da oturmayla, aldığı kilip neme dedi vatandaş? Biz tarihçilerge bir Şinjan beraber dizimini berip etken. Şuna sizler endi Şinjan toğrusudaki Rus-Xitay şartnamasını eğizden çıkamanglar dedi o. Aşkar dedi o. Gorbachev'ga. Gorbachev ya maqul degeni, ya yoq degeni bilemedi, işqilib aşkarlımıdı, oturğu çıkamıdı. Bu xabarda ko'raman desanglar, Jungoning diplomati Chen Chechen, Jungo Tashqi ishlar ministrligining sobiq diplomati Chen Chechen adam bormi, o'lib ketdimi, Jungoda bilganingmi? Shuning xotirasi, xizmat xotirasi, aslimisi degan kitobdan ko'rsanglar o'qib topa olasiz. Bir jumla, ikki jumla tak ko'p emas. Hargiz bilmaydi ko'p narsani vatandaş. Bu xabarni nereden aldım ben? Chen Chechen'in kitabı yok kolumda. Halide bilen Jangrong degan ayol Xitoy, Halide Angliyalik erxoto ishkisi. Mavzudun to'g'rida bilbilinmagan hikoyalar turibdan ayadi. Shuning 31-33 yil mushu babida ashundaq eg'iz qoldi. Gorbachevga Deng Xiaoping shundaq dedi. Bu xabarni biz Chen Chechen'ning aslimizdan aldık. Dedi. Men bugün sizge sözleyatkan bunu Jangrong bilen Halide yazgan. Mavzunun toğrusu bilip elinmagan hikayeler degan kitaptan aldım. Sizge sözleyatım vatandaş. Ammığı sözleydiğin sözde azımızı sözlemesi gerek. Tağdım bağdım mentakı yok. Azımıza. Gapning tayini yok, sözler verip amını, halkını aldaştan açtı yok. Şuna delillik ve paket bilen, tarihilik bilen, yoki tarihi ve mantaki. Tarihi narsalar mantaki buludu. Mantaki narsalar tarihi buludu. Ben ötken dedim, sizlerge sözleyatkan deysem, tarihini bilmeymen dedim. Rastın neysen, tarihden menin aldığımda ahmeti yok. Ben şuna qarayman, şahsen. Hiç dememez tarihdeki. Rast bilen yalğanın mecmuası. Çünkü tarihte şahsi yazıdı, şahsi. Sizdek mendek adam yazıdı. Qaysı işini siz, qaysininkini rast deysiz, qaysininkini yalğan deysiz vatandaş. O faqatla bir xotira. Paketler cüğlanması, paketler dövüsü, keyinkileri taşlap getidiğin. Sizge kerek nersi siz tallap alsanız buludu tarihinin içinde. Lekin siz onun asla vakt sarf qilishdan gayet yok. Bunun İtaliyalik paylasof 52 tom kitapının avtori Kroch Yiche Li Shi Dangdayshi Xitoy tilida shundaq dedi. Bütün tarix deganning hammasi bugungi tarix dedi. Bugün sen kim? Şunu söz desang buludu. Tarih mana shundaq narsa vatandaş. Lekin bizga paket kerak. Endi siyaset uchun paket bilan tasavvur kerak, tasavvur. Paket bo'lib, tasavvur bo'lmasa, siyaset to'g'risi mukammal siyaset tafakkuri ve bu tafakkurga kerak bo'lgan obyektiv ve subyektiv fikrlar o'tirib chiqmaydi vatandaş. Bugün demiş ki biz hazır Rossiya otururuz ki şartla doğru sözleyemez. Bu şartnamalar Uygur'un takdiri, bugünkü takdirge bağlanmıştır şartnamalar. Hazır bugün sizlerge yeniden etkan işkenelse, mesela Sergey Shigov
Rusya Federatsiyasining Davlat Mudofaa ministeri barliq kelishimlar degan so'zni eg'iz qoldi, qo'yib qo'ydik. Rais Xi Jinping prezident Vladimir Putinga telefon berganda 100 yillik o'zgarish deganni eg'izdan chiqarmadi. Nima uchun? Sobiq bosh elchi Amerika turisti Sutyankay dediki, Tayvan bo'g'iz urish yo'q. Jungolikni qirmaydi dedi. Bu bir yolg'on, bir safsata bu. Bugungi Jungoning ahvoli, iqtisodiy ahvoli, agar partiyaning o'rnini saqlab qolaman deydigan o'ringa yetib kelgan bo'lsa, fikrga kelgan bo'lsa, sen cho'qim tavakkalchilik qilsan. Sen muqarrar yo'lga kelib qolding, tavakkalchilik qilmasang boshqari yo'q. Hozir qutlanmasa, tunugin dedi-ku, paychak bozori, paychaklar, Jungoda paychak 200 million odam. Birisining 10 ming ko'y, birisining 10 million. Tugudi. Qaqti-soqti qildi, katta pul. Xiyonatchi Xitoydan cho'ndiki tushib bo'ldi. Ashini ko'rib, ashining dardini tortib, hozir yig'layotgan 200 million odam, ya'ni ortiqcha gap qilmay ashinaga besha selib tug'andi ekan. Qul bo'lib ketgan tabiatni, qul bo'lib ketgan xarakterni o'zgartmaydi ekan vatandosh. Bundaq millatda inqilob chiqmaydi men sizga.